Hech qachon. Bu yerda yaxshilik qiling, keting. Bemalol yaxshilik qiling. Bu Begalife'da yomonlik qiling deb Begalife chiqmagan-ku. Shu yerda savob oling. Ilojingiz yo'q, qayerdadir savob amal qilishingiz shart. Umr o'tib ketyapti. O'lamiz, ketamiz. Nima ketadi o'zimiz bilan qo'shilib? Savob ketadi, amal ketadi. Keyin o'sha uchun yallo qilib, faqat qiz uchun kirmanglar. O'zi qizlar bilan uchrashishni xohlamasanglar ham keyin расход нахуй deb. Qizsiz nima kerak sizlarga? Jo'rak orttiringlar. Hamma viloyatda bitta do'stingiz bo'lsa yomonmi? Bu viloyatga borasiz, do'stim, san uyingga borsam maylimi? Bir og'iz aytasiz bir kun avval. Do'stingiz yo'q kelmadi desa kerak, do'stingiz-ku. Kechira, pulli deb qo'l bola oshmandan deydi-da, nima deydi? Bekodagi ikrachi boshlandim bekodagi ikra. Yoshingiz nechida? Yoshim yoshgina. Birovga dedim. Birovga ishonish-ishonmaslik o'zi siz shaxsiy fikringiz. Agar bilmadim, birovga men hammaga ishonaman. Hammaga ishonaman. Hozir birov hammaga bir gryazniy gap yozsa ham ishonaman balchiq odamligiga. Yaxshi gap yozsa, samimiy gap ishonaman, конечно. Samimiy yozganidan sirasi payqayman. Hammaga ishonaman Begalife. Kimga ishonmaslik kerak? Yolg'oni juda ham qisqa bo'ladi. Bir kun allaydi, 2 kun, yarim soat, 1 soat. Men uncha-bunchaga allanmayman. 1 kun, 3 kun, 5 kun, 1 hafta, 1 oy, 2 yil. Faqat o'zini allaydi. Men allash uchun yana bir marta tug'ilib, boshqacha ta'lim olgan bo'lish kerak. Bir madaniyatli, ma'rifatli insonlarning tarbiyasini olgan bo'lish kerak. Lekin madaniyatli, ma'rifatli insonlarning bolasi hech qachon yolg'on gapirmasa kerak, birovni ko'nglini ortib. Jo'ra osh mendan keling. Maga osh bo'lsin. Nega ishonasiz? Opa, bu dunyoda bilmadim. Nimaga ishonaman? Yosh bolamisiz? Nimaga ishonaman, nimaga ishonmayman deb yuribsiz. Risk qilib turishim kerak-ku. Men har kun risk qilishga yaxshi ko'raman. Hammaga ishonaman. Kim aldayapti meni? Ko'rishamiz, mayli. Albatta ko'rishmaymiz. Agar taqdirga bo'lsa, mayli, yo'q emas. Lekin uchrashuv tashkil qilmaymiz, конечно. Menga yoqmaydi har kim bilan bitta stolda o'tirib ovqat yeyish yoki choy ichish. Men o'zimni xurlangandek his qilib ketaman. Sizda bilmadim qanday. Tasodifan uchrashuvlarga men qarshi emasman, bemalol. Roziman. Lekin специально biz ko'rishamiz. Mayli, lekin не знаю. Menga не знаю. Ha, opam yoshman, lekin ko'p narsani ko'rganman-da. Kim ko'rmagan? Hamma ko'ryotibdi. Hamma hayotiga bitta problemasi. Hamma ko'radi, hamma yiqiladi, hamma sinadi. Turib yaxshi